ko'chadan topilgan, Jizzaxdan qayd etganda ko'chadan topgan mushukcha, mana Musa, juda ham ko'zi abgor holatda, o'zi juda ham ayanchli holatda edi. Davolangandan keyin, mehr ko'rsatilgandan keyin mana shunaqa chiroyli mushukchaga aylandi. Bugun borib unga pasport olib keldik. Musaning pasporti xalqaro pasport, ya'ni bu bilan u xorijga chiqsa ham bo'ladi. Albatta xalqaro pasportlar oddiy pasportdan ko'ra anchagina qimmat. Bu 200 mingga oldik. Bu yerda Musaga qilingan, mushukchaga qilingan mana vaksinatsiyasi ham bor. Ya'ni emlanganlik, nima bilan emlanganligi haqida belgi, dorisi bilan va bu yerda yana bitta nima bor, jim o'tir. Hissashimiz. Va bu yerda mana yana gijaga qarshi dori olganlik haqida ham belgi bor. Bu pasport bilan endi Musa yangi xonadonga boradi, yangi ega topdik unga. Xudo xohlasa o'sha uyda yangi egalarini baxtli qiladi, ularga quvonch ulashadi degan umiddaman. Azizlar, agarda ko'chadan mushukcha topolsangiz, kuchukcha topolsangiz, sizga muhtoj bo'lgan birorta bir jonivorni ko'rsangiz, ularga ozor bermang. Yordam bermasangiz ozor bermang, iloji boricha yordam bering, chunki buni savobi juda ham katta.